Katyollarni ishlab chiqarish optim joyiga kelganmiz, sexga kelganmiz. Mana shu o'zlari ishlab chiqarishar ekan. 150 kvadratdan 5000 kvadratgacha yasab berishaverar ekan. Hozir mutaxassis akamiz borlar. Xudo xolasa batafsil ma'lumot berishga harakat qilamiz. Dastavkasi qanaqa bo'ladi, ustanovkasi qanaqa bo'ladi, qanaqa garantiyalari bo'ladi, hammasini batafsil ma'lumot berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Joningiz sog'mi? Yaxshimisizlarmi? Charchamayapsizlarmi? Rahmat, o'zim charchamayapsizmi? Hozirgi kunda menimcha eng dolzarb mavzulardan biri uyda isitish bo'lib qolyapti qishki kunida. Shunaqa. Bitta oila aniq katyol olmasa bo'lmaydi. Shunaqa. Katyollarimiz necha kvadratdan necha kvadratgacha garantiyalari qanaqa? Katyollarimiz 150 kvadratdan 1000 kvadratgacha o'zi tayyorlab qo'yamiz. Ha, tayyor bo'ladi, xohlasa. Endi 5000 kvadratgacha zakaz bersa tayyorlab ham beraveramiz. Teplitsalar, boshqa narsalar. Telefon qilib zakaz berishsa, kattaroq obyektlarga bo'ladigan bo'lsa, kelishilgan holda yasab berasizlar, xudo xohlasa. Yasab beramiz. 150 kvadratimiz bormi hozirda? 150 kvadratimiz bilan 400 kvadratliklarimiz sotilib ketdi. Ular ko'proq sotiladigan bu, menimcha kichkina xonadonlarga rosa. Yo'q, 200 ham ko'p ketadi. 200 ham ko'p. 200 bor. Qaysi biri 200? Mana mashina 200 mana bular. Bu tomondagilar 200. Ular 200 kvadratlik. 5-6 xonani bemalol isitib beradi-da. Ha, shunaqa. Bemalol. Ular 300 kvadrat. Ha. Bularingiz qanaqa? Mana shu to'g'ri-da, mana bu 200 kvadratlikdan tanishtiraylik. Mana shuni tushuntirib bering. Xo'p. Mana shu 200 kvadratlik katyolimiz. Bu ichi tash to'rlikda bo'ladi. To'rli listda bo'ladi. To'rli listda bo'ladi. Ancha-munchaga. Xudo xolasa ancha-munchaga nima bo'lmaydi. Mana bu garelkalari 10 listda bo'ladi, mana qalin listda bo'ladi. Bu sababi uzoq vaqt ishlash uchun shunaqa qilingan. Endi buni azaliy tomoni bor. Bu garelka lapata deb qo'yiladi, nom qo'yib olingan. Bu lapata garelkaning turlari bor o'zi. Masalan, hammaning har xil. Yo'q, misol yoqishda ham-da. Masalan, uni masalan yoqib ko'rib, legirovkasini qo'ymasa, misol anaqa effekt bermaydi uncha. Effekt bermaydi, hali yangidan hokalarni yoqishda effekt bermaydi ko'pincha. Hozir bu masalan o'zim yoqib ko'rib, o'sha o'zim uyga yoqaman-da buni. Yangidan hokani ham juda zo'r yoqadi. Mahalladan berilgan hokani ham yoqiladi. Bemalol yoqaveradi. Bemalol yoqaveradi. Tomonidan berilganda ham. Bu yerda nima regirovka qilinadi? Apparatda. Qarang, mana bu miyasi. Bu miya vaqt relesi bor. Gradusga qo'yadigan nimasi bor. Keyin anu havo purkagichni tasbalab qiladigani bor, yoqayotib olib kirib oladigani bor. Orqa oldi bo'ladigan knovkasi bor. Buni misol deylik, mana 10 bitta to'ldirib qo'ysa necha soat ketadi? Bitta to'ldirib qo'ysa 2-3 kun yoqadi. 2 kunga yetadi. Endi mana uni angren hokadan to'ldirib qo'ysa ozroq yoqadi. Angrendan ko'proq effekti yo'q. Kamroq effekt. Buni misol ko'proq kiloni ko'proq olib, ozroq oladigan qilsa bo'ladimi regirovkani? Buni bir kunda misol mana bunga to'ldirsangiz ham 3 kunga yetadi deyapsiz. Ha, yo'q, masalan joyizga qarab, mana bundan belgilaydi uni. Ha, bundan belgilaydi. Masalan, bu vaqt relesidan masalan mana uni o'zi joyizga bitta yoqib ko'rganingizda ma'lum bo'ladi, necha minutga, necha sekund qo'yishligingiz ma'lum bo'ladi. O'shundan aniq qilib qo'yiladi. Uni biz tushuntirib o'rgatib beramiz. Hammasini tushuntirib o'rgatib berasiz kelgan odamga. Mobil kerak olmasa video qilib tashlab beraverasizmi? Ha, video qo'llanma qilib beramiz. Qilibmi yo videoda tashlab ko'rsatib beraverasiz. Misollar birinchi marta ishlatayotgan odam qiynaladi, to'g'risi. Mana shu vodiy bo'ylab o'zi borib ko'rsatib berib, shunaqa ham qilyapman o'zim. Uni. Dastlabki ustanovkalari qanaqa bo'ladi bularda? Ustanovkasi kelishilgan holatda. Endi ustanovkani masalan ustalar topib beryapmiz. Bizni bu yerda ustalarning vaqti yo'q, to'g'risi. Endi yasash kerak bo'ladi. Bu narsani o'rnattirib beryapmiz. Dastavkalaringiz qanaqa bo'ladi? Dastavkalarni vodiy bo'ylab bepul Farg'ona, Andijon, O'zbekiston bo'yicha yetkazib beramiz. Masalan, Buxoro, Samarqandlarga ko'p sotamiz, arzon narxda olib borib beramiz. Kelishilgan holatda. Iloji boricha yangiroq gaplashib berasiz. Mana haligi nimani apparatni aytdingiz, ana bu farqlarini aytdingiz. Qanaqa farqlar bor dedingiz? Bu motor bilan mana motorda? Ha, mana bu orqa oldi bo'ladigan motor. Bu buni o'zi orqa oldi qilib sindiradi bu. Masalan, ko'mirda maydaladi, ha. Mana u orqa oldi qilmasdan o'zi maydalab olib ketaveradi bu. Farqi yo'q unga. Qanaqa ko'mir solsa ham tushib ketaveradi. Yoqaveradi. Ha. Endi biz ko'mir solinglarni tavsiya qilmaymiz. Sababi bir qopda bitta bo'lsa ham tosh chiqadi. Tosh chiqsa ikkovi ham qiynalib qoladi. Yo'q, to'xtaydi. Toshda maydalanmaydi endi. Endi temir, ashna narsalar ham chiqadi. Uni quvvatli ham qilib ko'rdi. Endi ja quvvat qo'yarsiz ham bo'lmas ekan. Temir chiqib qolsa, olib kirib ketib qoldi, bir yaxshi bo'lmadi o'sha. Bu lekin mana bitta ham kuygan yo'q bu motor. Mana shu vaqtgacha qo'yapmiz.
o'sha temir chiqqanda bir marta kuydi. Sababi kuchaytirib yuboruvdi, olib kirib ketdi-da. Hozir bu turishda hech ham xudo xolasa kuymaydi. Masalan, tosh chiqqanda o'zi o'chib oladi, relesi bor. Zashta tomonlari qilingan. Zashta tomonlari qilingan. O'zini ehtiyotini qilib oladi. Bu pastdagimiz nimaga ishlaydi mana bu past apparat? Mana bu apparatimiz. Mana bu havo purkagich. Havo purka beradi, yaxshiroq yoqib beradimi o'tni? Bu o'sha o't yoqib beradigan narsa shuda. Endi havo purkab turgani uchun o'sha yaxshi yonadi o't. Hamma katyolda bor endi hozir. Bu katyolga qancha garantiya bera olasiz? Qanaqa bo'ladi garantiyasi? Endi 1 yil mana shu motor miyalariga garantiya beramiz. Mana katyolga 3 yil. Bu temirlarga 3 yil berasiz. Endi bunga ham 3 yil beryapmiz. O'zimizda 10 yil bo'lgani bor. Ishlayveradi. Ha, bunaqa bunkerli emas. Yonyapti endi jiyanimgida. Masalan 10 yil bo'lib qoldi, ishim bo'lgani yo'q-da. Hozirgi kunda misol mana 1 kunlik ko'mir necha pulga ketadi? 1 kunlik misol mana shu 200 kvadrat deyapsa, 200 kvadratli joyda isitish uchun 1 kunda. Endi bu juda ko'p narsaga bog'liq bo'ladi. Qarang. Masalan 6 ta uy deylik, 6 ta uy, bitta 200 kvadratlikda 6 ta 6 xonali uyga qo'yib ko'rsak, masalan 10 ta joyga qo'ysa 10 xil rasxod qilyapti. Nimaga sababi desa, masalan uyda utility har xil bo'ladi. Sistemasida motor anaqa suvda aylantirish nimasi har xil bo'ladi. Keyin masalan gradusga qo'yish har xil. Bir xilga odam qishki kunida 50 gradus, 60 gradusda bemalol o'tirsa, bir xilgisi 70-75 da o'tiradi. Masalan, tilla o'tirgisi keladi. Ashlarda ham farq qiladi. Masalan, men o'zim uyim yaxshi isitaman. 110 kvadrat topli pol bor. Ikkinchi etajda bir 3 ta xonada radiator, yana bitta hammom bor. Ashunga 50 kilo yaxshi nimadan yoqaman. Hali yaxshi nimadan 50 kilo yoqaman. Angren yoqsam ko'p yoqaman. Angrenda ko'p ketadi. 50 kilo premiumning hozirgi necha pul? 50 kilosi optim joydan olsangiz 1200 dan 60 ming pul bo'ladi. Bir kunga 60 minglik ko'mir bilan xudo xolasa 200 kvadratda isitsa bo'ladi bir kunga. Faqat endi utility yaxshi bo'lsa, uyda haligi ortiqcha teshiklari ko'p bo'lmasa, utility yaxshi holatda joy bo'lsa 200 kvadratda bir kunda 50 ming 60 ming atrofida yoqsa bo'ladi. O'tgan yilgi masalan sinovdan o'tkazganim bu o'zimiz mijozlar aytganda masalan bitta odam aytayapti 35 kilo yoqyapman xolos deyapti masalan. Bitta odam 50 kilo, bitta odam 60 kilo yoqyapman degani ham bor. Shuni aytib qo'yay masalan. Endi nimadan desangiz, misol o'sha sistema, uyda nimasi, ham o'zi ham baland qo'yib yoqishiga ham qaraydi. Misol gradus misol 50 qo'ysa boshqa kilo ketadi. 70 qo'ysa boshqa kilo ketadi. Ha, albatta. Bir kunda ham misol har xil ketaveradi. Endi gradusni baland qilsa ko'proq edi. Значит, endi sizlarda o'zlaringni hali qiziqishlaringa, o'zlaringni qanchalik issiq kerak bo'lsa, o'shanchalik yo ko'proq yo ozroq yoqsalar ham bo'lar ekan. Bir kunda значит o'sha o'rtacha mana akamiz o'zlarini uylarida ishlatyapti ekanlar. 50 ming 60 ming so'm bilan 200 kvadrat joyda xudo xolasa isitsalar ham bo'lar ekan. Dastavkalarni eshitdik, mana vodiy bo'ylab dastavkalari bepul xudo xolasa. Ustanovkalari, ustalar gaplashib berar ekanlar, imkoniyat darajasi yengiroq gaplashib beradilar, chiroyli qilib ustanovka qilib berishadi. Qolgan viloyatlarga, misol Samarqand, Buxoro, Xorazmlarga kelishilgan holda mashinalar gaplashib berishadi, yengiroq qilib yo'llarni olib borib berishadi. Endi Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston boshqa davlatlardan chiqishadigan bo'lsa, ularga qanaqa bo'ladi dastavka ustanovkalari? Xo'p, Qirg'izistonga hali to'g'risi endi yo'lga qo'yamiz, xudo xolasa niyat bor. Hozir qo'yganimiz yo'q, to'g'risi Qirg'izistonga. O'tgan yil lekin bitta xaridor topgan edik, o'sha odam olib o'tib berib shunaqa qilyapti. O'zi sotyapti, borib. Endi misol mabodo narxini aytaylik-da, narxi keyin men yana bitta savolim bor edi. Narxini aytaylik, 150 kvadratligi necha puldan boshlanadi? 150 kvadratligi $1000. $1000 dan boshlanadi. 200 kvadratligi $1200. Mana u necha pul manisi? Bu 200 kvadratli $1200. $1200 qilib berasiz. Yana kelishtirib berasizmi yo bo'lish narximi bu? Kelishtirib beramiz. Yana kelishtirib berasiz. Xudo xolasa dastlabki ustanovkalarni qilib berasiz. 300 kvadratligi bunisimi? 300 kvadratligi $1400. $1400. Bu kattaroqmi sal? 400 kvadratligi bor mana, qarang. 400 kvadratligi $1500. $1500. 600-700 kvadratliklari bor. Shunaqa qilib ketaveradi endi. Ko'tarilib ketaveradi, narxi ham arzonli yo'llarga qilib beramiz. Imkoniyat darajasida yengiroq qilib berasiz, xudo xolasa. Endi mabodo buni misol siz hozir bittalik uyga sotmoqchisiz, o'sha $1000 dan deyapsiz, 150 kvadrat. Endi olib sotadigan odamga qanaqa bo'ladi? Yengiroq qilib berasizmi? Yengiroq qilib beramiz albatta. Mabodo olib sotadigan aka-ukalarimiz bo'lishadigan bo'lsa, misol Voha tomonidan, boshqa viloyatlardan bo'ladigan bo'lsa, bular o'zlari ishlab chiqarishadi. Birinchi qo'l xudo xolasa, mana sexlari chetda turibdi, ishlab chiqarishadi. Imkoniyat darajasida narx-navolarni yengiroq qilib berishadi. Bemalol past nomerga aloqa qilib ko'rasizlar. Xudo xolasa akamiz o'zlari javob berib ishlarni chiroq qilib tuzib berishadi.
Menimcha hamma savolga to'g'ri javob berdik deb o'ylayman. Kamki usti bo'lsa uzr so'raymiz. Kommentar fikrlaringizni yozib ketinglar. Agar sizlar bizning kanalimizga yangi bo'lsalaring, podpiska tugmasini bosib qo'yib, like bosib, kommentarga metni noto'g'ri bo'libdi desalar ham, xudo xohlasa keyingi videolarda to'g'rilab ketishga harakat qilamiz. Tan joylaringiz sog' bo'lsin. Sog' bo'ling aka, sizga ham rahmat. Tan joylaringiz sog' bo'lsin. Rahmat.